Hazirg'iche lagerlarga Solan'ghan va g'oyib bo'lgan Uyg'urlarning soni zodi qanchalik? BDT Yevropa Birligi Xalqaro jinoiy ishlar sotiga o'xshash xalqaroliq organlar bir shaxs, bir guruh yoki bir davlat hukumatining jinoiy qilmishlarini baholashda cho'qim paket isbotlarga tayinadi. Kommunistik Xitoy hukumati bu amaliyotni nihoyat yaxshi tushunadi. Şoňa ular Uyg'urlar ustidan elib bargan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar tufaylidan kelib chiqqan xalqaroning besimi va ayblashiga taqobil turishda umumlashtirib aytganda mundaq 4 cho'ng tadbirga tayinib keldi. Paket isbotlarni yoshirish, paket isbotlarni yo'q qilish, Sharq Turkiston va Xitoy davlatidagi uchurlarning tashqi dunyoga chiqib ketishini qattiq cheklash, xalqaroliq organ va chet el hukumatlarining tekshirguvchi kuzatuvchilari, g'arblik muxbirlar va chet ellik sayohatchilarning Sharq Turkistonga berishini to'sish. Ashunda qattiq va unumlik tadbirlar sababidan garchi Xitoyning Uyg'urlarni nihoyat ko'p sonda tutib, so'lab, Uyg'urlar ustidan zo'r ko'lamda irqiy qirg'inchilik elib berayotganiga 5 yil bo'lay deb qolgan bo'lsa-mu, Sharq Turkistonda hozirgacha zodi qanchalik Uyg'ur tutib so'langanligi va g'oyib bo'lganligi haqida xalqaroda texicha birlikka kelgan son o'ttirg'i chiqmayotidi. Xalqaroliq tashkilotlar, chet el hukumatlari va g'arblik muxbir tadqiqotchilar tilga ilayotgan sonlar biz vatandan bevosita olgan sonlardan jiq tuvan bo'layotidi. Sharq Turkistonda tutib so'langan va g'oyib bo'lgan Uyg'urlarning soni haqida birinchi qo'l ma'lumotga ega bo'lib, uni ingliz tilida tarqitish yo'lida izchil turda tirishib kelayotgan kishilarning biri doktor Erkin Sidiq. Doktor Erkin Sidiq 2017-yil kuzda Urumchidagi bir muhim o'rinda ishlaydigan bir Xitoy xodim bilan Amerikada ko'rishganda, u xodimning shu vaqtgacha tutib so'langan Uyg'urlarning soni 800 mingdan ko'p deb bildirganligini, amaliyotda bo'lsa bu sonning 1 milliondan eshib ketadiganligini aytib kelyotidi. Doktor Erkin Sidiq shu chaqdala bu sonni o'zi bilan aloqasi bor g'arblik muxbir va xalqaroliq tashkilot xodimlariga yetkazishga boshlagan. U shu vaqtda aloqalashgan hamda ko'p qitim fikr almashtirgan kishilarning biri xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotidagi Maya Wang bo'lgan. Angliyada chiqadigan muhofizatchi gazetining 2018-yili 25 yanvar kunidagi sonida 800 ming degan son tunji bo'lib mundaq tilga elingan. Xinjiangda taxminan 22 million nopos bor bo'lib, Maya Wangning deyishicha, qayta tarbiyalash markazlarida yetib baqqan kishilarning soni hozir 800 mingga yetadi ekan. Doktor Erkin Sidiq shuningdan keyinmi vatandagi Uyg'urlar yo'liqqan irqiy qirg'inchilik ahvoli haqida birinchi qo'l ma'lumotlarni qo'lga keltirish hamda u ma'lumotlarni Twitterda chet elliklar bilan o'tkazgan suhbatlarda, chet elliklarga so'zlagan leksiyalarda ingliz tilida tashqi dunyoga yetkazishni hamda ularni o'zi bilan aloqasi bor g'arblik muxbirlar va tadqiqotchilarga avat berishni izchil turda davomlashtirib kelgan. Doktor Erkin Sidiqning bildirishicha, uningga Xitoydan va vatandan vositalik uchur yetkazib bergan kishilarning ichida Xitoy Merkizi hukumatidagi yuqori darajalik Xitoy rahbarlar va atalmish Xinjiang soqchi nazoratidagi yuqori darajalik Xitoy kadrlari bor ekan. U uchurlarning eng muhimlari tuvandikidek. Birinchi, Xi Jinping 2014-yili Sharq Turkistondagi Uyg'ur noposining 3dan 1 qismini o'ldirish, 3dan 1 qismini so'lash va qolgan 3dan 1 qismini o'ttir asr saviyasidagi insonlarga aylantirish planini tuzib chiqqan. U shu planini Xitoy Merkizi hukumatidagi oz sonliq rahbarlarga yetkazganda, biz nihoyat ko'p Uyg'urlarni o'ldiramiz, bir qism Xitoylarni o'ldiramiz. Buningga hozircha bir qism kishilar qattiq norozi bo'lishi mumkin. Ammo yana 50 yildan keyin Xitoy xalqi bizning qilganimizning ahamiyatini to'nib yetib, bizga minnatdorlik bildirdi. Agar bir kuni xalqaro bu ishlarning so'riqini qilib qolsa, ularga meni ko'rsatib qo'yinglar degan gaplarni qilgan ekan. Sharq Turkistonning hozirgi ahvoliga qaraganda, hozirgacha Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalaridagi turma
lagerlarga solangan Uyg'urlar o'ldirildigan 3dan 1 qism nopusqa Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalaridagi majburiy emgak, zavod, karxanalarga o'rinlashtirilgan Uyg'urlar solanadigan 3dan 1 qism nopusqa hozir yer mulksiz qilib, kunlik majburiy emgakchilarga aylangan Uyg'ur dehqonlari hayot qiladigan 3dan 1 qism nopusqa tava bo'ladigandek qiladi. 2018-yili 14-sentabr kuni Al Jazeera televiziyasining riyosatchisi Mehdi Hasan Xitoy Merkizi hukumatining dunyoviy aql ambirining muavin boshlig'i Viktor Gao va Uyg'ur advokat Nuri Turkal bilan naq maydon suhbati o'tkazgan. Bu naq maydon suhbatida Viktor Gao degan Xitoy mundaq degan: "Hammani qo'shganda Xinjiangda aran 6-7 million Uyg'ur bor. Doktor Erkin Sidiq va chet eldagi nurg'un Uyg'urlar 2017-yildan buyon Sharq Turkistonda 20 milliondan ko'p Uyg'ur bor edi deb kelmoqda. 20 milliondek Uyg'urning 6-7 millioni turma lagerlarda o'ldirilsa, 6-7 millioni majburiy emgak, zavod, shirkatlarga solansa, aran 6-7 million Uyg'ur hayot qoladi." Doktor Erkin Sidiq Viktor Gao aşı sorunda o'zimi bilmasdan Xi Jinpingning planini dunyoga oshkorlab qo'ygan deb qaraydi. Ikkinchi, 2017-yildan 2020-yilgacha tutilgan Uyg'urlarning soni 5 milliondan ko'p. Uchinchi, 2014-yildan buyon tutilgan Uyg'urlarning soni 9 millionga yaqin bo'lib, ularning ichidagi 2 million 100 ming Uyg'ur Xitoy o'lkalariga elib ketilgan. 1 million 800 ming Uyg'ur jazo lagerlaridan turmalarga yetkazilgan. 1 milliondan ko'p Uyg'ur o'ldirilgan yoki o'lib ketgan. 4-chi, Sharq Turkistonda 2018-2019 yillarning bir kechasi nihoyatda ko'p sondagi Uyg'ur bolalarini o'ldirish ishi elib berilgan. Xitoy jallotlari bir avtobusga 50 dan 100 gacha bolalarni selib, odamsiz sayliqlarga opirib, sutga o'xshash oq ranglik ichimlikni bergan. Uni ichgan bolalar shu joyda jon uzgan. Xitoylar jasadlarni oldin qo'llab qo'yilgan azgonlarga tashlab, o't qo'yib ko'ydirib, ondan u yerlarni tindirib etgan. 5-chi, Xitoy o'lkalariga yetkazgan Uyg'urlarning bir qismini 50 va 100 kishilik guruhlarga bo'lib, avtobus bilan odamsiz joylarga opirib, etib o'ldirib, jasadlarni ko'ydirib ko'mib etgan. Mushu ishga qatnashib qarshilik ko'rsatgan yoki sarang bo'lib qolgan Xitoy askarlarini buyruq tushirib, naq maydonda etib o'ldirgan. 6-chi, 2018-yildagi bir oy vaqt ichida 500 kishilik maxsus bir harbiy aeroplan har kuni bir qatim Shanxaydan Saudiya Arabistonga uchib, Uyg'urlarning ichki a'zolarini yoki ichki a'zolari elingan Uyg'urlarni to'shigan. Doktor Erkin Sidiq erishgan yuqoriqidek ma'lumotlar Germaniyalik tadqiqotchi Doktor Adrian Zenis qatorliq g'arb tadqiqotchilari va g'arblik muxbirlar e'lon qilgan hamda bosh shtabi Italiyaga joylashgan Zimiston jurnali pash qilgan nurg'un ma'lumotlarga uyg'un keladi. Hozir g'arb dunyosida hozirgacha 3 milliondan ko'p Uyg'ur tutib solandi degan qarash xeyli umumlashib qoldi. Los Angeles davr gazeti 2021-yili 28 may kunidagi sonida shu chaqcha 8 milliondan ko'p Uyg'urning tutib solanganligini tilga olgan. Doktor Erkin Sidiq yuqorqi ahvollarni Twitter orqali ingliz tili dunyosiga o'z vaqtida va takror anglatib kelgan bo'lib, ba'zi g'arblik erkin mediachilar o'zlari ishlab e'lon qilgan maqola, ovozliq podkast hujjati va YouTube videolarida Doktor Erkin Sidiq tarqatgan yuqoridagi sonliq ma'lumotlarning bir qismini naql keltirgan. Bo'libmi Avstraliyalik C.G. Verliman e'lon qilgan bir parcha inglizcha maqolada Doktor Erkin Sidiqning hozirgacha 9 millionga yaqin Uyg'ur tutib solangan bo'lib, Xitoy hukumati Uyg'urlarga solgan ziyon 2. Dunyo urushi mezgilida natsistlar
Yahudilar ustidan elib borgan cho'ng qirg'inchilikdan eshib ketdi degan so'zi naql keltirilgan. Yaqinda Jang familiyalik Xitoy saqchisi Amerikaning CNN shirkatining bir suhbatida Uyg'urlar to'g'riliq sirtqa burun bilinmagan nurg'un ahvollarni pash qilib guvohlik bergan. Uning deyishicha, u 2015-yili Xitoy hukumatidan atalmış Şinjanға Xitoy o'lkalaridan 150 ming saqchini yordamga avatadiganligi, o'z ixtiyorligi bilan borganlarning maoshi burunqidan bir hassa ko'p bo'ladiganligi bildirilgan bir taklif topshirib olgan. Jang familiyalik saqchi atalmış Şinjanға kelgandan keyingi bir yil ichida 900 mingdan ko'p Uyg'ur tutqun qilinganligini bayon qilgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda uzundan buyon ishiltib kelgan Xitoy saqchilarining soni oz emas. 2014-yildan boshlab Uyg'urlardanmi nihoyatda ko'p yoshlarni saqchi va amalliq qo'g'dug'chi qilib xizmatga olgan. Uningdan boshqa Sharq Turkistonda Bingtonning yana 1 million atrofida Xitoy armiyasi bor. Shundaq turib 2015-yildan keyin yana 150 ming Xitoy saqchini yordamga avatgan. Bu 150 ming saqchining har birisi 50 Uyg'urga mas'ul bo'ladi deb faraz qilsaqmi, ularning qo'l ostidagi Uyg'urlarning soni 7 million 500 ming bo'lgan bo'ladi. Hozir vatandagi xalqimiz kommunistik Xitoy hokimiyatining qo'lida insoniyat tarixida oz ko'riladigan darajadagi qattiq zulm ichida yashayotdi. Chet eldagi barliq Uyg'urlarning vatandagi xalqimizning davosini qilish, shu orqali vatandagilarning zulmini yeniklatish va to'xtatish majburiyatimiz bor. Boshqalar Uyg'ur uchun ish qilganda ko'pincha vaqtlarda o'zining manfaatini chiqish qiladi. Shunglashqa chet ellardagi Uyg'urlar, bo'libmi Uyg'ur faoliyatchilar o'zlari qilayotgan ishlarda cho'qim Uyg'urning milliy manfaatini hammadan ustun o'ringa qo'yishi kerak. Bo'libmi Xitoy hukumati hozirgacha tutib so'lg'an va g'oyib qilayotgan Uyg'urlarning sonini tilga olganda, Uyg'urlar g'arbliklarga agashmay, o'zimiz egillagan ma'lumotlar asosida g'arbliklarni o'zimizga agashtirishga tirishishimiz kerak. Hech bo'lmaganda g'arbliklar e'tirof qilib tilga olgan eng cho'ng sonni ishiltishimiz kerak. Faqat shunday qilgandila biz vatandagilarga yuz kelalaymiz, o'zimizga yuz kelalaymiz hamda o'z burchimizni ado qilish yo'lidagi to'g'ri ishlarni qilgan bo'lamiz.